Bugun biz Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislaridan sport haqida so'raymiz. Bolalar sog'lig'i uchun tinmay mehnat qilayotgan ushbu mehribon shifokorlar sportga qanchalik qiziqishini birgalikda bilib olamiz. Qani ketdik. Qachon oxirgi marta kuzatib borgansiz? Aniq eslolmayman. Oxirgi marta bitta qizimizni yurtdagi birinchi o'ringa olib, hamma mashhur bo'lib ketdi. Ancha bo'ldi. Ko'proq ochilishi bilan yopilishini tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Vaqtim bo'lgan paytda ko'raman, qiziqaman. Oxirgi marta mana yaqinda futbol olimpiadasi bo'ldi. Tokio olimpiadasini kuzatganman. Har kuni oxirgi chempionatimiz ham zo'r bo'libdi. Yo'q, eshitmaganman. Hamma turini kuzatib boraman. Agar bu sohani tanlamaganingizda sportchi bo'larmidingiz? Bo'ladimi? Albatta. Menimcha ha. Yo'q, sportchi bo'lmagan bo'lardim. Qiziqqanman. Обязательно gimnastika bo'yicha. Albatta, agarda shifokor bo'lmaganimda futbolist bo'lardim. Bo'lgan bo'lardim sog'liq uchun. Yo'q, faqat medik bo'lardim. Sportchi bo'lishim mumkin edi. Endi menda to'g'risi yoshlikdan sportga alohida muhabbat bo'lgan. Hozir o'g'lim sportga qatnashadi, taekvondo, moto. Sportivni mani qizim, kichkina o'g'lim. Katta o'g'lim O'g'lim. Qizim zanimatsiya qiladi художественный gimnastikadan. Oilamizda deyarli hammamiz sportga bilan shug'ullanib turamiz. Keyin oilaviy bizni kechki sayr qilamiz. Bor. Onam qiziqqanlar, yoshlikdan sportsmenga bo'lganlar. Farzandlarim orasida o'g'lim sportga qiziqadi.